Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Jo'xa Kod kanalidasizlar va bugungi darsimizda 6-dars HTML asoslari tugatdik va CSSga o'tdik. Xo'sh, bugungi darsda CSS nima degan savolga javob topasiz va CSS asoslarini o'rganamiz. CSS nima? CSS bu HTMLni bezash va ko'rinishini o'zgartirish uchun ishlatiladi. Rang berish, font, shrift, joylashuv, boshqa narsalar. CSSsiz saytni oddiy oq-qora ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni CSS bo'lmasa bu sayt deyarli sayt emas. Xo'sh. CSS boshlaymiz. Xo'sh, bitta H1 yozaylik. H1 ichiga salom deb yozamiz. To'xtanglar, hello world yozamiz. Hop, keyin yozamiz. Hello nima yozamiz? Hello Uzbekistan. Yo'q. Hello Jo'xa Kod. Keyin buni yozganimizda hozir har doimgidek oq fonda qora matn chiqadi. Keyin bizda HTMLda 3 ta usul bor. Inline, internal va yana bittasi. Biz inline, internal va external. Biz inline'dan boshlaymiz. Inline tavsiya etilmaydi, faqat kichik o'zgarishlar uchun. Ya'ni inline bu mana style deb yozib, masalan color berib, buni ichiga blue mana shunaqa yozish. Bu inline, ya'ni artikelni yordamida yozish. Kamchiligi har bir elementga alohida CSS yozib ketish kerak. Buni tekshirsak, bitta yo'q-u. Bunda tekshirsak, mana salom dunyo, oning hello salom dunyo. Hello world ko'k rangda chiqib keldi. Bunda orqa fonga murojaat qilish uchun bu yerga style yozish kerak. Color black yozsak, mana orqa fon o'zgarishi kerak edi. Bu jallod o'zgartirmadi. Xo'sh, yo'q, o'zgarmas ekan. Bunga bersak, tekshirib ko'rdik. Men buni tekshirib ko'rmagandim hech. Xo'p, qarorchi mana buning kamchiligi har bitta elementga alohida CSS berib chiqish kerak. Keyin ikkinchi usul internal, ya'ni HTML faylning ichida head qismida style yoziladi. Head qismida bu yerda style yoziladi. Style buning ichida masalan H1 ga murojaat qilib turib, bunaqa ochib turib, buni ichida masalan color masalan go aqua qilamiz. Bu ishlamadi. Nimaga? Chunki bizda mana bu yozilgan. Buni kommentariy qilib turamiz. Buni hammasi o'chib ketdi. Bunda kommentariy qilmay turamiz. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Hoppa. Mana bu aquaga aylandi. Keyin masalan P-ga ham murojaat qilsak bo'ladi. Buni ichida nima bor? Jo'xa bor. Unda bunga color bersak bo'ladi. Bravo. Bu nimaga? Mana qarangchi, mana shunaqa ranglarni o'zgartirib beradi. Endi external bu adashmasam sizlar endi ozgina bo'lsa ham xabardor bo'lishinglar kerak. Xabardor bo'lmasanglar bu fayl orqali, ya'ni bu yerga biz
style nuqta css. Bu aytgancha internalni kamchiliklari kod yozish tartib saqlash qiyin. Ya'ni H1 tepada masalan H1 keyin P bo'lsa, bunda masalan P tepada yotadi, H1 pastda, u bu yoqda, bu bu yoqda. Короче, tartib saqlanmaydi. Eksternal aytganimdek eng to'g'ri usul va tashqi CSS faylni yaratish orqali bo'ladi. HTMLga bog'lanish uchun HTMLdan link ochish kerak. Title'dan keyin yoki oldin, короче, head ichida bo'lmasligi kerak. Headni ichida deb qo'yibdi-ku. Headni ichida bo'lishi kerak, headni ichida bo'lmasligi kerak. Mana ishda ochiladi. Bu yerga Ctrl Prober bossanglar chiqib keladi. Mana CSS ulab qo'yamiz. Keyin bu yerga H1 yozsak, to'xtanglar. Oldin har doimgi tushunchani oldindan tushuntirib o'tib ketaman. Biz har doim sayt yaratishni boshlaganimizda root boot o'zgaruvchilardan keyin albatta katta saytlarda unaqa bo'ladi. Asosiy bir narsa yaratib ketishimiz kerak. Men hozir darslikdan o'rganayotganda shu narsani yozib ketamiz. Yulduz yozamiz. Qilamiz. Padding bor bizda. 0. Margin bor. 0. Keyin box size bor. Box sizing, border box. Bu nima vazifani bajaradi? Mana ko'ryapsizlar. Sifatini bajarishini. Avval bular bu yerda turuvdi yoki bu yerda yoki bu yerda. Короче, bu ichki tashqi masofalarni o'chirib tashlaydi. Ozgina qoladi. Bu headline bu. Bu yerga yozib qo'ysa bo'ladi. Head line headline debman. Line head 0 deb qo'ysak, mana bu yopishib ketadi, bir yopishib ketadi. Shuning uchun kerak emas. Mana shunaqa turgani yaxshi. Xo'p. Keyin bunda biz 3 xil yo'l bilan bu H1 ga murojaat qilishimiz mumkin. Bunga class berish orqali class masalan name degan class beramiz. Name degan class bersa, har doim class yozib ketsak, nuqta bilan murojaat qilamiz. Nuqta name. Bu yerda yozgan narsamizni точно olishimiz kerak. Nuqta name'ga color beramiz. Biskuit beramiz. Yo, biskuit uncha bilinmaydi menga. Men shunday crimson degan rang yoqadi. Mana shu rang bersak bo'ladi. Keyin bizda bu class bo'lmasin, bu ID bo'lsin. ID bo'lsa, biz nuqta emas, reshotka bilan ishlatamiz. Reshotkani ishlatishimiz kerak. Reshotkani ishlatsak ham bu ishlaydi. Endi buni farqini bilish uchun buni ochamiz va bunga blue beramiz. Mana bu blue'ga aylandi. Bu ham ishlayapti. Keyin bizda 3-yo'l bu o'zini yozish. Ya'ni H1 deb turib, probel qo'yib ketib, buni yozamiz. H1 da yozsak, bu masalan color mana bu aqua bo'lsin. Mana ishlaydi. Hammasi ishlaydi. Eksternal usul style CSS'ni ochib ishlash eng ma'qul usul. Eng ma'quli bu uchsini. Keyin CSS'ning asosiy xususiyati rang bilan ishlash, matnni fontni o'zgartirish, keyin shrift o'lchamlarini, font size, font family, albatta bularga ham kelamiz hali. Element joylashuvi markazda, margin, padding mana yozib qo'yganimdek. Keyin bizda har xil yozuvlar
Masalan, background bor. Masalan, P ga hozir bunga tekst aligini berib qo'ysak. Hozir sizlarga nimaning chiqishini ko'rsataman. Mhm. O'zim hozir yozaman. Sizlarga nima chiqishini ko'rasizlar. Mm, Xo'p, bu yerdan body keyin background bor. Background bor. Buni black qilamiz. Ayol. Reshotka bilan, ya'ni F4 qilib yozamiz. Buni nimasi bor? Reshotka bilan yozganimiz bu RGB. Bizda 3 xil rang qo'yish imkoniyati bor CSSga. Bu RGB, RGBA va nomini yozish. Sizlarga bunda RGB'ni ham ko'rsatib ketaymi? RGB mana bu, mana buni ishlatsak bu RGBA bo'ladi, mana tepada yozib. Bu RGBA bo'ladi. Buni qilsak, buni qilsak, bu yerda mana XSLA, menga RGBA deb berish. Mana RGBA. Mana shunaqa har xillarda yozsa bo'ladi. Buni qilib, buni ko'rsak RGBA bo'ladi. Mana har xil uslubda ko'rsatdim. Bu nomini yozish, bu RGBA va bu RGB. Keyin bizda mana qani bu mana shunaqa qilib har xil narsalar bersak bo'ladi. Endi har bir tek nima vazifani bajarayotganini tushuntirib o'tsam. Background color bu orqa fonni rangi o'zi oppoq, mana bu ikki rangni ham farqi bor o'zi, mana tushuntirib ketsam. Hozir mana bu ikki rangni farqi bor, to'g'rimi? Mana bu bilan buni. Mana ishdan ko'rsanglar bo'ladi. Bu bilan buni farqi bor. Ya'ni bu zo'r degan desa ham bo'ladi, yana nima desam. Rangini o'zgartirish. Keyin font family. Font family bu ko'rib tur. Ya'ni bizada shrift o'zgardi. Bu shriftni o'zgarishiga font family sababchi. Keyin colorni o'zinglar bilasizlar, rang, text, elegant center bu o'rtada turganiga javob beradi. Keyin bizda font size 18 piksel, ya'ni buni kattalashtirdik ko'rgan bo'lsanglar. Men buni kommentariy qilib tursam, bu kichkina bo'ladi. Lekin 18 piksel menimcha default qiymat. Bunga 100 piksel qilsam. Mana. Ko'rdinglar? Bu font size mana shunaqa. 50 piksel piksel bilan yozish kerak. Ishlamadi chunki piksel yozilmagan. Mana shunaqa farq. Har bittasini tushuntirib o'tib ketdim. Menimcha akalar, xulosa qilish vaqti keldi. Xulosa bo'yicha HTML va CSS bugun HTML CSS qanday bog'lashni o'rgandik. Link balovata. CSS yordamida nima qilish mumkinligini o'rgandik. Keyingi darsda xudo xolasa CSS bilan yanada ko'proq va chiroyliroq ishlaymiz va ID darslarni alohida o'rganamiz.